Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida 8-oylik ilmiy suhbat va uchrashuv yig'ini o'tkazildi. Ma'rif jamiyati har oyning 5-ida o'tkazib kelayotgan oylik suhbat yig'ini 6 avgust Turkiyaning Istanbul shahridagi jamiyat markazida o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida 8-oylik ilmiy suhbat va uchrashuv yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan har oyning 5-ida oylik suhbat va uchrashuv yig'ini davom qilmoqda. Bu munosabat bilan 8-oylik suhbat va uchrashuv yig'ini 8-oyning 6-kuni Turkiya vaqti kech soat 18 da jamiyat markazida o'tkazildi. Yig'inga ko'p sonda Uyg'ur yoshlar qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining boshlig'i Hidoyatullo O'g'izxon riyosatchilik qildi. Yig'inda doktor Atavulla Shahyar musulmonning majburiyati va ro'za Ramazonning ahamiyati to'g'risida so'z qildi. Qur'on o'qiymiz. Qur'onni ya'ni ko'pinchimiz anglamaymiz, tushunmaymiz. Asli Qur'on nima uchun nozil bo'ldi? O'qib ibodat olsun uchun emas, uni tushunib anglash uchun nozil bo'ldi. Mashhur jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Qashqar va Xotin voqeasi shundaqla Xitoyning zulmi haqida muhim so'z qildi. Qanda inson mushnaga qarab tura oladi. O'zining billi yotgan xotiniga ega bo'lamasa, u xotin o'zining topgan balasiga ega bo'lamasa, buning qanday qilish kerak? Ey insonlar, buningga har bir inson qanday javob berish kerak? Zaten hoşlayıp duruş gerek mi? Ya insan böyle süpütüyle bunun karşı çıkış gerek mi? Bir milletten tamamen kimlikini, medeniyetini, hazartini, kültürünü tamamen yok kılıp bunu o anda Xitay medeniyetini tutuyoruz dedi. Yaşsan Xitay'a boysunup, Xitay'a el olup, Xitay olup yaşaysa, bombası şu, seni buna bastırıp töktürüz dedi. Ular çok, biz Xitay olup, kafir olup, savaşa hayvan gibi bunda mahluk olup yaşayandan göre iman ve şehadet bilen çok, iman ve şeref bilen çok şehadet bilen dünyadan gidiş, biz yaşayandan evzel degen, muş ruhni yerleştirgen karındaşlarımız var. Yig'in oxirida iftar ziyofati berilib, iftardan keyin yig'inga qatnashuvchilar qizg'in kayfiyat ichida uylariga qaytishdi. Yig'inda so'zlangan leksiyalarning tafsilotini To'g'rimiz televiziyasidan to'liq ko'rib olasiz. Xitoy Sharq Turkistonda ro'za tutishni cheklamoqda. Zulm qilishni chekidan oshgan Xitoy kommunist tajovuzchilari Sharq Turkistonda kadrlar va o'quvchilarning ro'za tutishini yanada cheklashni davom qilmoqda. Dunyo bultani to'r betining xabar qilishicha, orqa-orqadan voqea yuz berish bilan dunyo jamoatining diqqatini tortgan Sharq Turkistonda ro'za tutish va namoz o'qish cheklanganligi bildirildi. Sharq Turkistonda ma'murlar, kadrlar va o'quvchilardan ro'za tutmaslik, namoz o'qimaslik uchun ahdnoma elib imzo qildirganligi ilgari surildi. Ramazon oyida butkul o'quvchilarning ro'za tutishi umumyuzlik cheklangan va tushlik tomoq yeyishni rad qilgan davlat kadrlari ustidan tekshirish elib berib, xizmatidan elib tashlagan. Sharq Turkistonda choyxona va restoranlarning egalariga Ramazon oyida choyxona va restoranlarni taqamaslik to'g'risida besim qilgan. Ishlaydigan Uyg'urlarning masjidda namoz o'qimasligi uchun ishlaydigan vaqtni namoz vaqtlariga udullab almashtirgan. Xitoy yana Ramazon oyida tarovih o'qishni cheklagan. Egallagan uchurlarga asoslanganda Xitoy ishg'olchi doiralari Qog'iliqda Uyg'urlarning tarovih o'qishiga ruxsat qilmagan. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Qashqar va Xotin voqealariga aloqador bayonot e'lon qildi.
Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Xotin va Qashqarda yuz bergan o'lish va yaralanish voqealaridan andisha qilayotganligini bildirdi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Qashqar va Xotin voqealariga aloqador bayonot e'lon qildi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Xotin va Qashqarda yuz bergan o'lish va yaralanish voqealaridan andisha qilayotganligini bildirdi. Vaqani keltirib chiqarganlarning darhol adolatga topshirilishini talab qilgan Tashqi ishlar ministrligi bayonotida Uyg'urlarning bexatarlik, muqim va xotirjamlik ichida yashashiga ahamiyat berayotganligini ifodaladi. Tashqi ishlar ministrligidan e'lon qilingan bayonotda Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bir muxbirning savoliga javob berib, Xotin va Qashqarda yuz bergan o'lish va yaralanish voqealarining andisha keltirib chiqarganligini bildirdi. Ministrlikning bayonotida yana Turkiyaning Xitoy bilan tarixiy va madaniyat munosabatlari borligini bildirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: biz do'stlik ko'vrigi deb qarayotgan Uyg'ur rayoni xalqining bexatarligi, muqimligi va xotirjamlik ichida yashashiga ahamiyat beryapmiz. Xitoy doiralari voqeani aniqlash uchun kerakli tekshirish elib berayotganligini bildirdi. Vaqa sodir qiluvchilarning darhol adolatga topshirilishini umid qilamiz. Rayonda darhol xotirjamlik va bexatarlik vaziyatining yoritilishini va to'qinishning avjiga chiqmasligini umid qilamiz. Mustaqil Sharq Turkiston kuzatuvchilari bu bayonotning qanoatlanarli to'g'ri bayonot bo'lmaganligini, vaqa sodir qiluvchilarni adolatga topshirish deganlik, ularni Xitoy tajovuzchilarining qilichi ostiga tutib berish deganlik bo'ladiganligini, Xitoyda qonunlarning hargizmi Turkiyadek emasligini, shuning uchun Turkiya doiralarining bayonot berganda Xitoyning qandoq davlat ekanligini nazarga olgan asosda Uyg'urlarning manfaatiga qartilgan bayonotlarni berishi kerakligini bildirishmoqda. Amerika qismlari Afg'onistonda ajallik zarbaga uchradi. Bu bir hafta ichida Amerika va NATO qatorliq birlashma armiyaning 71 askarining Afg'onistonda o'lganligi ilgari surildi. Afg'oniston axborot vositalarining xabar qilishicha, Amerikaning Afg'onistonda turishli qismlarining bir tik uchar aeroplani 5 avgust kechda Afg'onistonning o'rta qismidagi Vardak o'lkasining Sayyid Abad rayonida Talibanlarni tanlash harbiy harakatidan qaytib kelayotganda tushib ketgan. Afg'oniston Prezident Mahkamasi bayonot e'lon qilib, aeroplandagi 31 Amerika askari bilan 7 Afg'oniston askarining hammasining o'lganligini bildirdi. Bu 2001-yili Afg'oniston urushi portlagandan buyongi Amerika askarlarining birli vaqtda eng cho'ng ziyonga uchragan voqea bo'lib hisoblanadi. Afg'oniston Talibanlarining bayonotchisi Zabihullah Mujohid o'zlarining shu yer vaqti 5 avgust kech soat 11larda bu tik ucharni etib tushirganligini va aeroplandagi hamma askarlarning o'lganligini, bu hujumning Amerika askarlari 4 avgust kechida elib borgan hujumda shahid bo'lgan 8 Taliban mujohidining intiqomi ekanligini bildirdi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti qismlarining bayonotchisi aeroplanning tushib ketganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, lekin uni Talibanlarning tushirib o'tganligi haqidagi bayonot haqida to'xtalmadi. Harbiy amaldorning oshkorlashicha, bu aeroplan vazifa ijro qilib qaytishida raketa hujumiga uchragan. Bu voqea bo'lib, yana 2 kundan keyin, ya'ni 8 avgust kuni Afg'oniston Talibanlari Amerikaning yana bir tik uchar aeroplanini etib tushirganligini va 33 Amerika askarini o'ldirganligini e'lon qildi. Bu bir hafta ichida Amerika va NATO qatorliq birlashma armiyaning 71 askarining Afg'onistonda o'lganligi ilgari surildi. Pakistan yana 5 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berdi. Pakistan 2 kichik bola, bir ayolni o'z ichiga olgan 5 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berdi. Pakistan 2 kichik bola, bir ayolni o'z ichiga olgan 5 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berdi. Pakistonda chiqadigan Davun gazetining 10 avgust sonida bildirishicha, 5 Uyg'ur Pakistonning Benazar Botto aerodromidan aeroplanga o'ltirg'izilib, Urumchiga qaytarilgan. Xabarda aytilishicha, Pakiston bexatarlik xodimlari qo'lini kishallab, beshini yo'gab, CZ-6008 belgilik yo'lovchilar aeroplaniga elib chiqqan 6 nafar Uyg'urning 3'i er, biri ayol, 2'si kichik bola bo'lib, Pakiston bexatarlik xodimlari buning ichidagi ki 61-raddagi o'rindiqda o'ltirib bo'lgan Abdushukur Ablimit ismli bir Uyg'urni aeroplandan qaytarib ketgan. Bu voqeaga aloqador tafsiliy uchurlar texi ma'lum emas.
Hürmetlik televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.